Mazanga aytyapman. Nima urding bachchani? Sen urdimi shu? Sen ur narsalar shunday qildimi shu? Joydan qochinglar bo'l, tamom. Shuni anonga chiqarib yuboraman shuni. YouTube'ga, Instagramga chiqarib yuboraman shuni. Mana shu kafeda egasi mana shu. 1 yildan beri janjal qiladi. Oldin o'lmasligi ayolni uruvdi sotuvchimizni. Doim mana shunday qilib haqorat qiladi. Mana men o'g'limni urgan. Hududingizga janjal bo'lyapti. Men sizga aytayapman aka. 10 marta telefon Faridinga ano qildim, tinglamaydi Faridin. Chaskavoy. Mana aka. Shantaj ayol bu, shunday jarri. Bizani oldimizga kelib, hududimizga, bizani joyimizga ana shunday qilib narsalarni brak qilib, ana shunday qilib savdo qilgan qo'ymaydi. Voy yetmagan o'g'limni urgan. Mana o'zi yo'l ustini peshxotlarcha kanal xolodilnik qo'yib taylagan. Mana bu yoqqa o'yinchoqlarni qo'yganimiz 10 million berayotganimiz arenda. Mana shu pepeslari ham o'zi bilan tili bir. O'zi qilyapti janjal. Video olib turib, mana o'g'limni uribdi kelgunimcha hozir. Bir zik qildimmi? Kameraga tushgan. O'zini kamerasini kesib taylaydi. Ayla, ana magazin kamerasidan fleshga olib olamiz. Mana PPS ham yolg'onni anaqa beryapti, danni. Ben sizden oldu bir iki bölüm bunu. Bunu o'rganaman, bundan oldi bir iki bölüm. Va hammasi video olib bo'lganman gaplarigacha.